Gap qilayli, hurmatli vatandoshim. Yuqorida leksiyalarimiz shuyagicha bo'ldi. Endi gap nima desangiz, bugunlarda nazir mushaga chiqishdan burun nazariy siyosiy obzorchi Chimpokon shundoq dediki, hozir Jungoda Gavjixe. Ya'ni Gavjixe deganda hozir Rais Shi Jinping eng chong qora dog' bo'lib qoldi dedi. Onun ma'nosi mana bugunlardan, ya'ni 8-oyning 1-kuni siz bilasiz, Jungoda armiya qurilgan kun. Her yili 8-oyning 1-kuni kelganda Jungoning kompartiyaning odati, harbiy ishlar komitetining odati bo'yicha 1-2 nafar generalni marshallikqa ko'tarish, 1-2 nafar polkovnikni generallikqa ko'tarish bu odat. Jungo kompartiyasining armiya qurish bayramida, armiya qurilgan bayramda mushunda qilishi bu bir odat. Lekin bu qatam 8-oyning 1-kuni kelishdan burun Rais Shi Jinping bundaq ishni qilmadi. Ya'ni bu odatni davomlashtirmadi. Shunga Rais Shi Jinping cho'ng bir büyük bir qora dog' bo'lib qoldi deganda Chimpokon nima dedi? Ya'ni musha 8-oyning 1-kunidan oldi keynida yoki oldida 31-30-kuni Ozodlik Jepang Jumbo Ozodlik armiya gazeti bosh maqola e'lon qilish kerak. Rimribo xalq gazeti bosh maqola e'lon qilish kerak. Armiya qurilgan kunda xilma-xil xabarlar berilish kerak. Attangay dedi Chimpokon apandi nima deydi? Mushqatin berilgan xabarlarda yoki bosh maqolada Rais Shi Jinpingning ismi yo'q. Xabardami ismi yo'q. Baş maqolada ismi yo'q. Xaris qilishga yana kechiringlar. Rais Shi Jinping mushu kunlarda yana Remribo Jepang Jumbo Ozodlik armiya gezdirib mushundaq muomala qilganda Rais Shi Jinping bir qora dog' bo'lib qoldi dedi. Araliqda siyosiy o'rda o'zgarishi dedi. Araliqda Huagopingga o'xshash bu odamni elib etishi mumkin dedi. Endi sizlar hozir angladinglarki, nima deydi maqolada? Biz mushu orqali Jungoni savdo ustiliga kelishga majburlaymiz deydi. Qattiq bo'lish, o't kuchini va diqqat kuchini Jungoga markazlashtirish bu g'alaba qilishning nishonisidir deydi xabarda. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining savdo urushi masalasida hozir Jungoga qaratgan usulni tahlil qilib qattiq bo'lish, o't kuchini markazlashtirish, Jungoni ustal ustiga olib kelish. Endi siz shunda ehtimollikni ko'z oldingizga keltiring vatandosh. Masalan, alaylar. Siz Jungoda hozirgacha yoki Manchun hukumati og'dirilib Gomindang degan, Gomindang og'dirilib Gongchandang degan mushu ikki partiya almashib bugungi kunga kelgichi bo'lgan oraliqda siyosiy jihatda xarakteri bor. Ma rahbarning, ma doyining, ma siyosiy arbobning xarakteri bor. Siyosiy jihatda xarakteri bor deb bir odamni tanib yeta olamsiz? Bir odamni aytib bera olamsiz? Men o'ylaymanki, Jungoda xarakteri bor bir siyosiy, ya siyosatchimi yo'q. Hech qachon chiqib boqqan emas. Biroq hozir qaraymizki, bugungacha nima dedi? Oqsaroyning iqtisod ishlari maslahatchisi Larry Kudlow nima dedi? 2 qatim tanbih va ogohlantirish berganda qilib bizning savdo suhbatni boshlashimizga va natijalarni yoritishimizga hozir Rais Shi Jinping to'sqinlik qilyotdi, buzg'unchilik qilyotdi. Demak, Kudlowning so'zidan qaraganda hozir Rais Shi Jinpingning xarakteri qattiq bo'ldi. Yoki qattiq xarakteri va odam, yoki qattiq xarakteri va Jungo rahbari va Jungoning siyosiy ekanligini isbotlagan bo'ldi. Kudlowning so'zi bilan aytganda shundoq bo'ldi. Amaliyotda Rais Shi Jinping qancha vaqtgacha bardoshlik bera olishi mumkin? Masalan, alayli, agar cho'qim mag'lub bo'lish, boqatimqi savdo urushida Jungo mag'lub bo'lish putilgan bo'lsa, peshonasiga yezilgan bo'lsa, Rais Shi Jinping hokimiyat beshida turib mag'lub bo'lsa, bundaq ochiq oqibatni Jungoning kurang millatchi Xitoylari qabul qila olishi mumkinmi?
Şunun için reis Xi Jinping'i elib etip, mesela partiya içindeki intizam cezası, ya grup içindeki intizam cezası, ya ki onda hatalık ötküzdü, ya bunda hatalık ötküzdü mi demey, ya ki dep, ya ki demey. Muşundak ahval asıda reis Xi Jinping'i elib etip, Huagop'un şeklinde elib etip, onun gururunu saklap kalış. Ya ki bundaq aytqanda, yeziladigan Jungo tarixini ama gururunu saklap kalış. Yoki Jungolukning g'ururuni saqlab qolish. Buni albatta ko'ran Xitoy millatchilari o'ylamaydi degili bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi sabab boshda aytilgandek qattiq bo'lish orqali Jungoni suhbat ustiliga elib kelish degan so'zlarga siz diqqat qilingki, agar mubodi shundoq bo'lib, Rais Xi Jinping hokimiyat boshida, sekretarligida, harbiy komitetining raisligida va yana nurg'un amallarda turgan ahvol ostida Amerikaga yo'l qo'ydigan bo'lsa va yoki Amerikaga ustal ustiga kelib Amerika bilan suhbat boshlaydigan bo'lsa, u vaqtida demak, haliqi Jungolukning, Jungo millatchilarining xiyolidagidek bo'lmaydi. Jungoning davlat rahbari yoki sekretari hisoblangan Xi Jinping manchinchi ayning manchinchi kuni Amerikaga yo'l qo'yib, taslim bo'ldi degan o'sha so'z Jungo tarixiga yozildi. Dunyo tarixiga yozildi. Jungoluklar buni qabul qila olishi mumkinmi? Qabul qilolmasa demak bundaqda Chimpokong nima deydi? Rais Xi Jinpingning taxtdan qo'laydigan vaqti oz qoldi deydi Chimpokong. Demak, undaqda sen g'ururingni ta'kidlab, g'ururingga e'tibor berib, Rais Xi Jinpingning hokimiyatdan kelishini, taxtdan tushishini qo'llasang, u vaqtida sening tarixing u boshqacha yoziladi. Agar Xi Jinping shu holda, shunda qarshilik, shunda qattiqlik bilan turaveradigan bo'lsang, o'z o'rnida turib, hokimiyat beshi turib, taslim bo'ladigan bo'lsa, u vaqtda tarix boshqacha yoziladi. Qaysini tanlab bilishing mumkin Jungo millatchilar. Men qarasam, shunda kuzatib qarasam, Jungo millatchilar hozir Rais Xi Jinpingni elib etib, Amerika Qo'shma Shtatlariga yo'l qo'yish, Rais Xi Jinpingni taxti elib etib, Amerika Qo'shma Shtatlariga yo'l qo'yish orqali bir partiyaning inovatini, ikkinchisi Rais Xi Jinpingning inovatini, boshda aytgandek Jungo tarixining yezilish qimmat nazariyasini, ya'ni tarixchilikdagi qimmat nazariyasini saqlab. Shuni o'ylaydigan bo'lsa, Rais Xi Jinpingni hokimiyat beshligini yutadi. Elbette. Rais Xi Jinping hokimiyat beshida elbette. U chaqda o'tgan leksiyamiz dedik, buning o'rniga kim chiqdi? Siz hozir chambirak ichidagi Jungnanxay siyosat chambiriga ichidagi har qanday bir kishini tasavvur qilib beqing. Hozir kompartiyaga rais bo'lib, armiyaga rais bo'lib, sekretar bo'lib, Rais Xi Jinpingning o'rniga chiqa oladigan kim bor? Qarab beqing. Arliq tuyuqsizlik Xitoylar Wang Yang deganni ko'rsatdi. Enadagi tuyuqsizlik Xitoy yozuvchilar, torbat yozuvchilar Han Jing degani. Nima Shanxay shahrining boshlig'i kim edi? Han Jing deganni ko'rsatdi. İkisining qaysi Rais Xi Jinpingning o'rniga kelishi mumkin? Wang Yang. O Uyg'urlarning nazarida bir mustabid. O 2009-yil 6-oyning 26-kungi Shavga voqeasini paydo qilganmiz. O agar Wang Yang Rais Xi Jinpingning o'rniga keldigan bo'lsa, o'zgarish, siyosati o'zgarish bo'lmaydi. Masala, sen kimni elib, kimni qo'ysan? Rais Xi Jinping kelsin markaziy hukumatga kim keladi degan masala emas. Bu yerda odam yangishlash masalasi emas. Talant va yoki talantsizlikni farqlantirish masalasi emas. Yaxshi yomonni farqlantirish masalasi emas. Apandim, Jungoluk apandim, Jungoning siyosati hozir o'zgaradigan do'qolga keldi. O'zgaradigan do'qmushga keldi. Rais Xi Jinping elib etilsa, ikkinchi birisi hokimiyat beshiga chiqsa, siyosat o'zgarish kerak. Siyosat o'zgarmasa, Jungoda to'plik o'zgarish, siyosat o'zgarmasa, sodi siyosat hargiz o'zgarmaydi. Diqqat qiling shu nuqtaga. Agar Jungodagi negizlik siyosat, qurilma xarakterlik siyosat o'zgarmasa, sodi siyosati, uning mayli ichki sodi siyosati, mayli tashqi sodi siyosati hargiz o'zgarmaydi. O vaqtida Amerika xalqi yoki bugungi prezident Trumpning hukumati nimadan qanoat hosil qiladi?
Sen siyasetini özgertmesen, soda siyasetini özgertmesen, biz diğer üstelinin yeniği kelmesen, bizden taleplerimizi becağı keltirmesen, o vaxtın neme kılmadı, sen bilen neme kıldın, soğuduruş kılıp. Biz başta bir cümle dikkat kıldın ama hazır Cungu'nun küçüğü ve Amerika'nın küçüğü. Mesela Cungu Dünya Soda Teşkilatı kirgenden keyin tayyorlagan koç. Amerika'nın küçüğü Asya'daki bar koç. İkisi bugün bu yerde çökse, u yerde çıkıp, u yerde çökse, bu yerde çıkıp, neme kılamadı? Stratejilik. Oyluş hoş. Yani stratejilik elişiş baskışı kirdi. Bir yerdeki soda uğraşı, bir günlük soda uğraşı, 2 günlük soda uğraşı emas. Eğer Cungo azırak yol koysalar, ona makul deydigan yol tügüdü. Prezident Trump dedi ki, endi Amerika Qo'shma Shtatları iqtisod taslim bo'lmaydi dedi. Mellik siyadi sizlarga so'zildim vatandaş. Texi yaqindalar Amerika Qo'shma Shtatlarının muavin prezidenti Mike Pence nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari endi iqtisodga taslim bo'lmaydi dedi. Gapning ma'nosi, gapning uzoyi, efendim, sizning sodangizni o'zgartish, soda siyosatingizni o'zgartish uchun efendim, endi sizning ijtimoiylashgan, siyosiylashgan, tüzümleşken ictimai tüzümünüzden belgelengen siyasını, yani 50. yıllarda 20. asırdan belgelengen siyasını özgertidigan davr geldi. Siz onu sosyalizm dep düşündürüp geldiniz, sosyalizmin dastlabki bosqichi dep düşündürüp geldiniz, Saatchikni Echevich dep düşündürüp geldiniz, Dünya Soda Teşkilatı kırdınız, imza koydunuz, imzaga vapa qilmadingiz, amal qilmadingiz. Men tunugillik siyadi so'zildim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2 kişilik hukuk hitobnomasi. Bu 2 parça kişilik hukuk hitobnomasining o'xshashlar. Kirish so'zida shundaq bir so'z bor, vatandosh diqqat qiling. Har qanday xalq yoki millatning o'z taqdirini o'zi hal qilish huquqi bor. Siz Renda Xalq Vakillar Qurultayı bunu tasdiqlaysiz. Belki bugün sizin asası kanununuz Reis Xi Jinping'nin ideyası asası kanun kirgizish emas. Reis Xi Jinping'nin amelini ve itibarını onun bakıvendi